Bu yoqimli hidlar sizni sekin o'ldiryapti. Ko'pchilikning mashinasida bitta narsa bor: osilgan kapsula yoki yoqimli hidli flakon. Ammo siz nafas olayotgan havoda nimalar borligini bilasizmi? Formaldegid murdalarni saqlashda ishlatiladigan moddalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uni karsinogen, saraton chaqiruvchi deb e'lon qilgan. Benzol leykemiya, qon saratoni xavfini oshiradi. Talatlar gormonal muvozanatga ta'sir qilishi, tug'ma nuqsonlar va rivojlanish muammolariga sabab bo'lishi ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan. Ayniqsa bolalar, homilador ayollar, astma bilan og'riganlar va immuniteti past odamlar uchun bu xavf bir necha barobar kuchliroq. Shunchaki yoqimli hid evaziga sog'lig'ingizni sotmang. Kimdir hali ham mashinasida yoqimli hid deb zaharni nafas olayotgan bo'lishi mumkin. Siz esa bu postni ulashingiz bilan uning sog'lig'ini, balki hayotini saqlab qolarsiz. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.